Natural ko'rsatkichli daraja va uning xossalariga doir 34 ta turli qiyinlik darajadagi misollarning yechilishi alohida 34 ta video ko'rinishda Matematika Usmonov mobil ilovamizda berildi. Bu mavzu mobil ilova video bo'limining Usmonov algebra 1-3-bob 1-bob 16 mavzusida yoki algebra 7-sinf qismining 2-bob 1-2 mavzularida joylashgan. Bu videolarni to'liq ko'rib, videodagi misollarni qaytadan mustaqil yechib chiqing. Mavzuni to'liq o'rganganingizdan keyin quyidagi to'plamlarning biridan 10-mavzudagi misollarni yechib chiqing. Shunda bu mavzuni 100% o'rgangan bo'lasiz. Agar bu to'plamlardan foydalanmasangiz, algebra 7-sinf darsligining natural ko'rsatkichli daraja va uning xossalari mavzusiga doir misollarni yechib chiqing. Mobil ilova video bo'limining Usmonov algebra 1-3-bob 1-bob 14-17 mavzudagi videolarni to'liq ko'rib o'rganib bo'lganingizdan keyin asosiy bo'limga o'ting. Bundan algebra testni bosing. 1-10 qismga o'tib mini 8-10dagi testlarni to'liq yechib chiqing. Shunda bu mavzular bo'yicha bilimingizni tekshirgan bo'lasiz. Mini 8-10 3 ta variantdan iborat. Bizning o'quv markazimizda natural sonlar va kasrlar mavzulari to'liq o'tib bo'lingandan keyin o'quvchilarimizga mobil ilovadan Usmonov algebra 1-3-bob 1-bobning 14-17 mavzudagi videolarni to'liq ko'rib, misollarni qaytadan yechib, mobil ilovadan test yechib kelish uyga vazifa qilib beriladi. Bu bilan o'quvchining o'zlashtirish tezligi 30-40% atrofida ortadi. Ilovaning umumiy yangiliklari bo'limida qaysi mavzular bo'yicha to'liq video darslar joylanganligi haqida ma'lumotlar berib boriladi. Ilovamizdagi barcha videolarni to'liq ko'rish uchun telefon raqamingiz orqali ro'yxatdan o'ting. Premiumga a'zo bo'ling. Premium narxlari juda arzon. Ilovamizni Play Market va App Store'dan yuklab olishingiz mumkin.